Hammaga salom do'stlar. Bugungi videomizda men bitta o'zim survival qilaman. Mana bunaqa biyomda qarang ketdik. Mana qilib oldim. Endi bu zonada yashab qolishim kerak, ya'ni bu yerda. Hozir daraxt chopib olgandan keyin videoni yoqaman. Do'stlar, mana daraxtni ham chopib oldim, 7 ta tushdi. Endi men tosh qoplashim kerak. Bunaqa tashlab bo'lmaydi. Bilsanglar, mana shu bo'yimda nimagadir shunaqa toshlar juda ham ko'p bo'ladi. Nimagadir uni mo'jiyan korporatsiyasi qo'shib qo'ygan. O'sroq bitta. Tushib ketdim. Shuni kola bilan bizga chiqib ketadi. Shuni tagida lekin tosh bor ekan mana. Lekin shuni tagida juda ham sekin ko'laydi, shuning uchun oddiy biyomni topishim kerak. O mana toshni ko'lab olgandan so'ng videoni yoqaman do'stlar. Do'stlar, mana 29 ta ko'lab oldim, 60 ta qilib bo'lgandan keyin yana videoni yoqaman do'stlar. Do'stlar, mana oxirgi tosh va kirka ham sindi. Mana qo'yamiz o'zini. Qo'yvotchani olib o'tdi, yangi tog'imni qo'yamiz. Kirka, keyin lopatka, keyin pechka qo'yamiz. Eng keraklilar shu bo'ladi. Menda qirg'ichda oshib qoldi, menimcha daraxt chopish kerak. Keyin ko'chani izlab olish kerak. Buni baribir oxirigacha chopib olmayman, bilaman, lekin oxirigacha chopishga harakat qilaman, shunga videoni o'chirib turaman. Do'stlar, mana daraxtlarni buni chopib oldim. Bu yerda hayvonlar paydo bo'ldi. Buni urish kerak. Chunki menga ovqat kerak bu zonada, ya'ni bu yerda bu biyomda ozgina ovqat, ya'ni yeydigan qo'y, mollar juda ham kam chiqadi, lekin qo'ziqorlar juda ham ko'p chiqadi. Shuning qayoqqa o'tirib surishim kerak, bo'lmasa mana ovqatim ketaveradi mana. Buni nima qilganman loybokni. Keyin esa lopatka, keyin kema qo'yamiz. Qani ketdik. Yangi buyum sari olg'a. Do'stlar, bu yerda o'tkazmayapti meni, ammo ovqatlarni ozgina desam to'pladim va yana bitta qo'y topdim. Mana 3 ta. Menda bitta bor edi. Ikkitasini uraveramiz. Kulrangi ham bor ekan. Do'stlar, kanalga obuna va podpiska bosib qo'yinglar, like va shunday videolardan ko'p chiqaraman, yo bo'lmasam ukam bilan video chiqarib boshlaman. Ukam bilan do'stlar, ovqatlarni endi pishirib olmoqchiman. Ozgina cho'chqa ham uryapman. Mayli, endi yeymiz ochlikni o'rnashlik uchun. To'qni ham go'shti bor. Kon topib oldim. Hozir ovqatlarni pishirib bo'lgandan keyin videoni yoqib keyin konga kiramiz. Do'stlar, mana ovqatni ham hammasini pishirib oldim. Mana bunaqa yasab qo'ziqorlarni pishirsa bo'lardi. Mayli, uxlaymiz. Kech botmadi. Kech botmayapti deydi. Ana uxladik do'stlar. Nimaga ko'p videoni pauza qilib turibdi desanglar, yetmay qolyapti-da o'ynashimga. Keyin juda ham ko'p cho'zibroq video olmoqchiman, ko'p sayr qilganimni, ammo vaqt yetmay qolyapti. Shuning uchun men qisqartirib video olaman. Hozir konga tushib ko'ramiz. Qorda ko'mir bo'lsa ham tupik ekan. Ko'mir bo'lsa ham mayli edi.
Chunki ovqatlarni pishirib olardik yo bo'lmasam fakir yasab yana kanalga kirib osongina ko'rishimiz mumkin. Sizlar ko'ryaptimi bilmadim, ammo menga ko'ryapti va bu da tupik ekan. Hech nima yo'q. Bu buyomdan so'rash kerak. O'rgimchak kerak hozir qo'ydim. Voy o'ldirib tashlaymiz. O'zim yana bitta o'ldirdim. Sakrab turib ikkita o'ldirdim o'ylasham, o'rgimchak bek demoqchiydim. O ko'mir topdim do'stlar. Endi ko'mir uxlatgandan keyin videoni yoqaman. Do'stlar, menimcha ko'mirlar qoniga tushib qolganman. Chunki bu yoqlari ham ko'mir, hamma yer ko'mir. Hozir bularni ham amallab ko'rib o'ynagan videoni yoqaman. Mana hayot do'stlar, ko'mirlarni uxlatib oldim. Mana endi verstaga sab fakil qo'ramiz. Do'stlar, mana temir topdim, birinchi temirimni. Ana endi bularni ko'ylab olamiz. Oxirida sanab o'taman temirlarni nechta bo'lganini. Ko'mirimda nechta bor? 26 ta bor ekan. Bularni uxlatib 40 ta qilgandan keyin videoni yoqaman. Do'stlar, hozir bu yog'ida ham bor ekan, ammo men pastga qarab ketaman. Pastda ko'mirlar ko'p bo'ladi. Bu yoqqa qarab ketaveramiz. Va bu tupik ekan. Hozir narigi konga borganda videoni yoqaman. Do'stlar, mana kebab oldim. Mana endi bu konga tushamiz demoqchi edim. Bu qo'shilib ketgan ekan. Ana endi bu yoqda konga tushamiz. Menimcha bu yoqqa bormadim. Ha, bu katta kon ekan. Skelet nomasi o'tdi. Burada işte o temir. Sekilik bilan ko'mirlarni uxlatib olamiz. Manda 38 ta bo'ldi, 39 ta, 40 ta, 45 ta qolgandan keyin orqaga qaytamiz. Bitta o'zim minus ko'rdi. Faqat mayli qolaversin. Terib o'tirmaymiz. Ustga chiqqandan keyin videoni yoqaman do'stlar. Do'stlar, men amallab tepaga ham chiqib oldim. Endi oddiy zona topishimiz kerak, ya'ni yer. Birinchi marta kakalet yeymiz. Yo'q. Nechta? 3 yaxshi. Mana kerak bo'ladi, cho'p tushadimi? Tushmasa qo'y. 3 yaxshi. Hali yuguramiz. Ozgina aylangandan keyin videoni yoqaman. Do'stlar, menimcha oddiy buyumga keldik mana. Buni qo'lay aytib turibdi. Oddiy buyum bor deb. Voy, bularni uraveramiz, ikkita kravat qo'yamiz. Yo'q qolsam ikkita kravat qo'raman. Va nihoyat oddiy buyum bu. Musor joydan chiqdik. Ammo u yerda cho'chqalar ko'p spam bo'ladi. Cho'chqani go'shti esa mana bu jonchilarni mana qaranglar-da, mana go'shtchalarni ko'p to'ldiradi. 4 tani to'ldiradi. Eng ko'p to'ldiradigan shu cho'chqaniki. Hattoki oltin olma ham 2 ta to'ldirib qo'yaveradi u cho'chqa. U mana deydimi? Babriyana qo'shilib ketibdi.
Yog'i, ammo yog'i boshqacha demoqchi edim. 4 ta bo'pti menda. Do'stlar, nimaga aktiv bo'lmayapsizlar yoki faqatgina shu Minecraftda olayman videolarni? Nimaga deganda, sizlar yangi Minecraft, haqiqiy Minecraftni videoga qo'ygandan olib, unda prosmotr 6 ta prosmotr bo'pti. Meni kayfiyatim juda ham tushib ketdi obunachilar. Shunga hozir video olaman, obunachilarimni kayfiyat tushmasin, ko'rsinlar deb. Albatta menga 40 ta obunachi qilib bersanglar, men 40 ta TNT portlataman. Gapimga javob, Minecraft o'zi 39 ta TNTni ko'tara olmay portlab ketdi. Hali 40 ta yoki 50 ta obunachi kelsa, 50 tasini portlatsam telefonim otib ketsa kerak menimcha. Baribir menga sizlar obuna bo'lsanglar 100 ta TNT ham portlataman. Albatta kommentariyada yozib qo'yinglar nechta TNT portlatay. Mayli, obuna bo'lmasanglar ham aytsanglar ham portlatib beraman. Obunachilarga bomba kerak, bomba. Bombani portlatamiz obunachilarga. Nechta bomba kerak portlatishni yozib qo'yinglar kommentariyada. Men 100 ta desanglar ham 100 ta portlataman. Hozir nima qo'llasam ham o'zi salgina qotib turibdi. Shunga 100 ta obunachi qilib bersanglar 200 ta portlataman, 2x portlataman. Gapimga javob. Yana oddiy buyum topish kerak menda. Ozgina ekan desam, bu yoqda bor edi. Qanaqa ovqatim bor edi? O'chib. Bu yoqqa borganda videoni yoqaman. Do'stlar, mana keldim va bitta to'qni urib oldim, ya'ni chekindi. Endi bularni chopib olishim kerak. Ukam bilan ko'p video chiqaraymi do'stlar, yo bo'lmasa bitta o'zim survival qilib yurganim yaxshimi? Shuni kommentariyada yozib qo'yinglar. Albatta menga youtuberlarni bitta o'zi o'ynagan yaxshi. Nimaga deganda ko'p janjallar bo'ladi, kulishmalar bo'ladi. Ko'p anaqa bo'ladi-da, bitta odam bo'lsa sokin, osongina o'ynaydi. Menga shunaqa yoqadi, ammo o'zimni ukam bilan ularni o'ynagan juda ham yoqadi. Nimaga bilmayman. Ovqatim ham tugayapti, ammo 6 ta cho'chqani go'shti bor. Oddiy buyum, ochiqqina bor. Chekellarim bor ekan. Cho'chqa. Shu yoqqa borgan ekan videoni yoqaman. Do'stlar, mana kebab oldim, ozgina moblarni oldim. Endi bularni urishing, corporation qo'yish kerak. To'qcha, nimaga bu yerda paydo bo'lasan, ukajonim? Boshqa yerda paydo bo'lsang bo'lmaydimi? Ammo shu yerda paydo bo'lganing menga yaxshi. Chunki menga ovqat bo'lasan sen. Kelasi videoda menimcha shu yerlarga uy qursam kerak. Ungacha hozir daraxt chopib turaman. Daraxt chopib bo'lganiga yo'q. O'chirmayman, daraxt chopaman. Oxirgacha oq daraxt chopamiz, oq daraxtni qilamiz. Chunki mana buni qop-qora daraxt yo'qda tiqilyapti. Keyin shuni qo'shib yo'qaveramiz bezaklar bilan. O'zim normalniy quruvchiman. Zo'r emas, musor ham emas. Normalniy yo'qaman. Temirlarni ham eritib olish kerak. Uy, 14 minut bo'lib qoldi. Shunga videoni daraxtlarni chopib olaman. Do'stlar, xayr, bugungi videom shundan iborat edi. Albatta sizlarga rahmat 39 ta obunachi uchun. Xudo xohlasa 40 ta obunachi bo'lsak 40 ta TNT portlataman do'stlar. Bugungi videom shundan iborat edi. Xayr do'stlar.